Valkoçisi gezitining 5 avgustdagi xabarida ko'rsatilishicha, bosh shtabi Amerikadagi Tor bexatarlik shirkati Mandiant 4 avgust Xitoyning Uyg'urlarga qarshi Tor tashviqotiga aloqador bir doklad e'lon qilgan. Dokladda ko'rsatilishicha, navbatda Xitoyni maqtaydigan zo'r ko'lamli Tor tashviqot harakati maydonga kelgan bo'lib, ular saxta Tor spillari va ommaviy axborot vositalaridagi uchurlar orqali dangliq insonshunos va Uyg'ur masalasi mutaxassisi Adrian Zenizni qarlamoqchi bo'lgan. Mandiant şirketining dokladida bu xildagi qarlash harakatining o'tgan yil maydonga kelganligini, hozir bo'lsa yana davom qilayotganligi bayon qilingan. Dokladda ko'rsatilishicha, bu xildagi qarlash tashviqotlari 70 necha xil saxta xabar supillarida 11 xil tilda 100 dan ortiq davlatga qarta ep berilgan. Hayron qolarligi, bu tashviqot supillarining hammasi Xitoydagi Shanghai Haishun texnologiya shirkatiga munosabatli bo'lib chiqqan. Mandiant Tor bexatarlik shirkati tadqiqotchilarining bildirishicha, eng az bo'lgandimi 72 saxta xabar Tor supillari va ko'plagan uchur aloqa vositalari birikib, cho'ng ko'lamdagi saxta uchur tarqitish to'ri shakllantirgan. Bu saxta uchur to'rida Xitoy Xalq Jumhuriyati va uning siyosiy manfaatlari bilan birdek bo'lgan mazmunlar tashviq qilinadigan bo'lib, asosligi Amerika va uning ittifoqdoshlarini tanqidlash, atalmish Xinjiangning xalqaro obrazini qayta shakllantirish va Xitoyni tanqid qiluvchilarni qaralash qatorliq mazmunlarga markazlashgan. Dokladda ko'rsatilishicha, bu saxta uchur harakati Uyg'ur masalasi mutaxassisi Adrian Zenizning Xitoyning Uyg'urlar ustidagi jinoyatlarini Xitoy hukumat hujjatlari orqali dalillaganligi sabab maydonga chiqqan. Ular Adrian Zenizni qaralash uchun o'tgan yili 12 oyda Twitterda e'lon qilingan saxta el-xatlarni o'z ichiga olgan bir muncha saxta uchurlarni tarqatgan. Bu el-xatlarda Adrian Zenizning Florida shtatidagi Jumhuriyatchilar partiyasi a'zosi Marco Rubio va sobiq Amerika prezidenti Donald Trumpning sobiq maslahatchisi Stephen Bannonning iqtisodiy yordamiga erishganligiga aloqador mazmunlar yozilgan. Ammo mazkur dokladda bu el-xatlarning yolg'onligi dalillangan. Bu saxta el-xatlar ayni chog'da Jonas Drosten ismli bir kishining Twitter hisobidan tarqatilgan bo'lib, shu ishdan keyin mazkur Twitter hisobi ishlatilmagan. Lekin bu Twitter hisobi va u tarqatgan saxta xatlar saxta uchur aloqa to'g'ridagi ko'plagan Tor supillari va ommaviy axborot vositalarida o'rtoqlashilgan. Hatto Xitoyning ingliz hukumat uchur supisi bo'lgan Xitoy kundalik gazetami bu yil 5 oydagi bir maqolasida Jonas Drostenni Adrian Zenizning sobiq xizmatchisi deb atagan. Shundaqla bu xil atash orqali Adrian Zenizni Amerikaning puli bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik hikoyasini to'qib chiqqan yolg'onchiga chiqarmoqchi bo'lgan. Mandiant shirkatining tadqiqotchisining bildirishicha, mazkur saxta uchur to'r harakati texnik jihatdan Xitoyning Shanghai Haishun texnik shirkati bilan munosabatli bo'lib, ular saxta uchur tarqatishda Shanxaydagi bu shirkatning mulozimat supisini o'rtaq qo'llangan. Ammo bu shirkatning mazkur saxta tashviqot harakatiga qatnash darajasini bekitishga yetarli isbot yo'q deb qaragan. Dokladda yana Xitoy hukumati Uyg'urlar qatorliq yerlik xalqlarni allaburun o'zining yo'qotish nishoni qilgan. Shunga ularni lagerlarga qamash, umumyuzlik nazorat ostiga olish deganlar faqat uzun muddatlik osmolasi harakatining bir tarkibi bo'lib, Xitoy hukumati bu qilmishni diniy radikallikqa va terrorlikqa qarshi turish harakati deb atagan. Xitoy hukumatining qo'llashi ostidagi Tor tashviqotchilari burunmi bor bo'lib, ular g'arbning axborot vositalarida minglagan akkauntlarni ochib, Xitoyni maqtaydigan tashviqotlarni tarqatib kelgan. Xitoy hukumati hatto Facebook supisida atalmish Uyg'urlarning bugungi taraqqiyoti, boyashat turmushini tashviq qilib kelgan. Ammo g'alitiri ular 3-tarafning aslahalarini ishlatib, 72 Tor supisida Shimoliy Amerika, Yevropa, O'rta Sharq va Osiyo ellariga Adrian Zeniz va Uyg'urlarni qarlaydigan saxta uchurlarni tarqatgan bo'lsa-mu, ammo o'qirmanlarning soni yana ko'paymagan. Shundaqdimi bu xildagi Tor tashviqotlari davomli ko'payishga boshlagan.